Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Notebook dunyosi va kanalimizga ikkita bir xil egizak notebooklarni chiqib keldi. HP Electrus bular ozgina ishlatilgan, Amerikadan kelib kelgan 3 oy garantiyali, sifatli, ishonchli, ideal holatdagi notebooklar. Notebookimiz ekran razresheniyalari Full HD bo'ladi, 15.6 dyuym, 144 Hz chastotada ishlab beradi. Ryzen 5 bu yerda protsessori 8 seriyadagi protsessorlardan o'rnashtirilgan. 8 GB DDR5 operativka va 512 GB SSD qoldi. Ikkalasi ham bir xil o'rnashtirilgan. RTX 4050 6 GB video karta bilan jihozlangan bo'lib, klaviaturalar podsvetkali, korpusi metallik bo'ladi. Notebookimiz ideal holatda, garantiyalari bor. Bemalol ko'rib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Dastlabki O'zbekiston bo'ldi. Bepul uzoq bir kunda O'zbekiston bo'lib yetib boradi. Yoki bir kunda. Bizda rastrojka savdolari ham bor. Biz Notebook dunyosi kanalimizda shu va shunga o'xshash notebooklar hali juda ham ko'p. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.